Behruz. Behruz. Shu qiz bilan gaplashasan-ku. Menga bitta qiz topib ber. Qiz menga xiyonat qilib ketish kerak-da. Men keyin alkash bo'lib qolib, ikkovda bir katta odam bo'lib ketishim kerak-da. Behruz. Zayva qiling, ertaga gaplashsan qisi yo'q. Mustaqo. Xo'p. Ana, darvozaxonani Seyit o'chdi. Endi nima? Qaysinga dinga? Rizqi, tur, Seyit yo'qdi. Seyit yo'q bilan. Nima bo'ldi? Qurbaqa murqabaga yeganmisan bilan cho'pana shakal bilan. Ana yibaningiz sirdi. O'yle. Usroq qo'ngiz. Naptiga. Kuldingmi? O'yle. Sana linga yo'qmi? Faqat sasiyo, saz yegan bo'lib. Ustoz, nima qildimmi? O'yle, nima baliq yedingmi sen? Bu tirrag'ing o'qisiga o'siradi, tualetga borsang o'siradi. Ram. Mehmon ildan o'siradim. Treketing yo'q, chichordingmi nima bo'la? Sasib ketding, o'yle. Yancha. Tualetga o'tkilaylik. Hali ham shunday so'raysan, o'zing borki. Qayerda? Mo'llan tayda. Quyosh ham chiqib ketdi-ku. Yanchar. Daybatam qilding, ha? Oyoq kiyim yo'q-ku. Shogird qayda? Hech kim yo'q. Nima qilibsan? Yalabsin. Bizda yo'q kimga? Ram. Attını qaramını. Öyle. Nima qilyapsan sen? Bu shogirdning sal shipana shakar emasmi? Точно shunday, shipala shakar. Öyle. Ustoz. Trent o'yotdim, ustoz. Qanaqa trend olasan? Ana yallani o'yotdim. Ram, ozmasang yalataman. Qanano, Gabrielacha. Bilmayman, ko'cha-po'chada bo'lsa kerak. Bir yo'qmi? Topki. Qay, Öyle. Qiz oyoq kiyimlar qara. Shunga qara. Yet. Bak, öyle. Asasliqcha, derizangni taydami? Senga bitta gap aytib, bilasanmi sen sassiqligingni qachon bilib qo'yganman? Tutqatorga borgan vaqtda mashinamga chiqding-ku. O'sha vaqtda mayin isar shabboda xamal. Yana Zulfiyan charam zaybalam qivorda bor-ku. Bir amallab shogirdlikka tushib oldim. Endi tog'am ketmayapti-da uyga. Tog'am ketsin, bu yoqda kontrolni polni o'zim olaman. Sassiqcha. Behruz ketdi. Polni kontrolkan olasan, mana olasan. Behruzjon, seni ustozim bilan ana u mashinaning kattasi bo'lgan tog'angmi, amakingmi chaqiryapti. Qachon xayrdan? Bormaysanmi? Bor ket o'sha qayna. Yo, bormaysanmi? O'z qarab tur. O'z ko'raman seni. O'z ko'raman ahvolingni. O'z qarab tur, ustozingga aytay. Do'stim. Esingdam? Men shogirdchani yoshida hali vaqtimizda o'zimiz ham qanday tengtar edik. Aytma.
Quychalaring ancha-muncha katta bo'lib qopti. Ha, ibi. Ey, bular kak poloj ittalab shunday qo'yib qo'yaman. Ittalab shunday yovonga ketadi. Ishday borib keladi. Ittalab yovonga ketadi. Kechqurun soat 5-6 lar keladi. O'z abitga endi issiq bo'lib ketgan kelganda mana bular. Mana bu sariqchasi. Xudo xolasa uylansam jira. Buni o'g'ilchalik bo'lsa, bu shan chiqib beroniga. Sariqchasi. Xudo xolasa qizlik bo'lsam, qorasi haqiqasiga. Mas. Ya, sen uylanmaganmiding? Uylanuvdim jira. Birinchi xotinim, mana birinchi muhabbatim paxtay chiqdi deb. Men aytdim, "Ey, chiqma" dedim. "Yo'q, dadasi, paxtay chiqay. Har nima o'zimizga foyda" deb. Katta uylar o'tayotgan vaqtda mashinaga urib ketib o'ldi-da. O'zing ham uylanuvding. Nima bo'ldi? Ma'nikini deysanmi? Maniki endi men bilasan, ko'chada har xil ishlar bilan yurganimda tushunmovchiliklar bo'ldimi? Meni boshqasi bor sizda, o'shaning uchun siz meni yaxshi ko'rmaysiz degan gaplar bo'laverdi. Agar ishonmaydigan bo'lsang ketaverdim. Ketdimi? Shu Ha, zinachida ishonmaganda bu jira. Ha, ishonmagan. Qachon keladi endi bu bexiz Gabriellan olib? Ustoz. Ustoz. Zaybatam qilingsan. Ana bexiz borku. Ha. Tashqariga chiqib olib, jonim, qonim, valo, palo bir nimalar yotdi. Ustoz shogiryapti demangmi? Aytdim, hozir boraman, yo'qoldi menga. Ko'rdingmi do'stim? Sani hurmating oluvdim-da. Shogirdlikka. bor chaqirib kel. Yana chaqirib kelaman. Endi jura bizni jiyan qizlarga suyagi sal yuqoroqda. Yo'q desang ham bo'ladi. Bilinib o'tibdi. Qo'pol qilib aytganda tualetga mashinada borib kelgan bola. Buni jismonan bir og'ir narsalar ko'taribmi? Yo'q, uzoqroq joylarga piyoda haydatibmi? O'zing uchun odam qilib olasan-da. Shu. Tushunarli. Shuni ham sog'indim, jonim. Bexiz. Ustozim bilan tog'ing chaqiryapti, mafiyalar kattasimi? Nima deykan? Bilmayman. Agar bormasang-ku, kuting barbaran chiqarib yuborgan ustozim. Nimaga? Ustozim kulib o'tiribdi. Ana tog'ing-ku, ana bir qanday bir basharasi yo'qmi ekanmi bilmayman, tushunmayman. Nima yo'qmi? Kim bilan gaplashyapti? Shu biznes hamkorlar bilan kim bilan gaplashamiz, ustoz? Biznes hamkorlar bilan jonim deb gaplashadimi? Aybmi? To'g'ri. Do'stim, indama, deyil. Shogird, gapga quloq sol. Rizq tog'ang ko'rmangmi? Ertalabga yaqin bir ko'zim tushdi. Telefon chuqalab yotdim. Uyga kirdimi, shiqir-shiqir qildida narsalarni yig'ishtirib chiqib ketdim menimcha. Rizqi. Sizni ashto tut qatorda. Shundan yugurasan tut qatorga, chaqirib kelasan. Ustozim chaqiryapti, tez bor ekansiz deysan. Tushundingmi? Qator uzoq-ku, ustoz. Bor dedim men senga. Xo'p bo'lar. Jira, bularga qattiq gapirmasang bo'lmaydi-da. Ha, xafa bo'lma. Yo. Xafa bo'lish yo'q. Endi senga topshirdim. Suyagi meniki, go'sht seniki. Ketdik. Do'stim, choy pechay xay. Yur. Shuncha joyga qanday boraman, men endi? Tog'am ketmadi, zaybalan qiltashab bular. Ko'chamizni boshida qotarib odamlar sevganim
ko'cha tor ko'cha har kun o'tadi har kun o'tadi har o'tganda qoshlarini qoqib o'tadi baland tog'da o'ynab yurar kaklik bolasi ko'ngillarga yoqar uning shirin nolasi chiqay desam yo'lim to'sib toshlari yor yorima bo'ldim intizor yor yorima bo'ldim intizor jiyan, qanaysan? Yaxshi, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Zo'rmisan? Qo'lni qisma. Muncha qo'lisim yo'q, qizlarga o'sh. Ko'p gapirma. Rizq tog'adan taniysanmi? Ha, taniyman, o'g'li bo'laman. Yo'q, Ha. Dadan qayerda? Bilgangacha bir chemodan pul olib keldi, ketdim men Rossiyaga dedi. Rossiyaga? Ha? Bo'pti, men mollarni sog'ishim kerak. Ha, davay, cho'pil. ko'chamizni boshida qotori bodamlar sevganimga ko'nmadi ota onamlar sevganimga ko'nganida ota onamlar Jonim seni juda sog'indim. Ko'zlaringdan. Jonim seni juda sog'indim. Siqqina nom bilan sani o'xshatib, ha? Bir gap aytolmay turib, rezinkang yo'q. Juda kecha ishlatib qo'ydim-da, onasi izini. San soching yo'q-ku. Ha, bor. Ozchi. Qoravang shogird. Rezinlar solingan qutishamda. Rezinlarni ko'rmadingmi? Kecha men ham ishlatib qo'yib qo'ydim, bilmasam turgandir. Ha, ko'tanak. Yaxki, meni juramda yer bilan bitta qildik. Shogird xo'rlashgina. Yaxshi emas. Bir marta ishlatib qo'ydim, shuni ham ko'p ko'rdi. Voy, siring kerak. Ko'rdingmi shogirdlar, bulandasida hech narsa qolmaydi, do'stim. Ustoz. Ha, keldingmi? Ha, bo'lib keldim. Nima bo'ldi? Rossiyaga ketyapti. Qanday ketadi u? Hop, qatorga borsam, o'g'ilchasi bor ekan. Xo'sh, O'g'ilchasidan so'radim. xo'sh, Otang qayerda dedim. xo'sh. Kechasi katta pul bilan keldi-da, Rossiyaga ketyapti. Ustoz, ko'rdingizmi? Bir nima emas, urib tashlaveradi. Nima yig'layapti? Arska! Shuncha yig'irga pulim nuqlab ketdi, do'stim. Qanaqa pul do'stim? Do'stim, so'rama. Shu yerda bir kun uylanaman. Mana senga o'xshagan do'stlarim keladi. Bu joyga borib bir haq-paq beramanmi deb yig'ib pullarim bor edi. O'shani keyin beliga rezinka bo'ylab qo'ygandim. Do'stim, uzrlayinmi? Na bir haq berilyapman, na bir rezinka topilyapman. Bexus. Xato. Sanda rezinka topilmaydi. Tikkunchaligidan bor ekan mana. Sanga rezinka nima kerak? Ko'sa ketdi bu ham. Rezinka juda yaqin. Sanda rezinka nima qilib? Endi qizlar bilan ko'p yuraman-ku. O'sha vaqtda mashinaga qo'yib ketgan ekanda. Mayli, vaqtlar. Cho'palab kelgan qarang buni. Tikkunchalikka qiziqing. Shuning uchun tayyor edimmi? Mirillama, choy qaynadimi? Voy, choy damla. O'la. Endi jura hafta o'zimcha kuyuntiryapman. Mana 2 kundan beri jiyanim bilan bizni uyingda mehmon qilib o'tiribsan. Shunday ekan shaharda Yevropa degan kafe bor, bilsang. O'sha menga tegishli. Yo'q-a? Ha. Hozir chiqamiz. Haqda biz tomonidan beramiz.
Haqingni oldi, men seni bitta joyga aytaman. O'sha yerdan keyin haqingami, Yevropangami, Londoningga ham boraveramiz do'stim. Ket. Jo'rka, Ne bestirjon? otlar, ketdik. Ketdi. چلا بر دستی سفیدی چلا دور ماما سایبی چلا عاشقی زود چلا بر دستی سفیدی چلا دور ماما سایبی چلا عاشقی زود